Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qadrdonlar, qo'yish qozlar, chorva ishqozlar va tasodifiy kuzatib turgan qadrdonlar. Obunachilar, mana bugun Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida, Arzonchilar qishlog'idamiz. Xo'p, bugungi partiyamizga bir dona ozgina sozginasidan Akmal akamizga bir partiya qo'ylarimiz kelibdi, ammo yaxshilardan kelibdi. Boqaman deganlar uchun sekin ma'lumotni olib, obzorni qilib boraveramiz. Bu yoq Akmal akamizning o'zlarida shu videomizni mehnatimizni qadrlagan holda bitta like arzimas like'ni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz, sekin obzorni qilib boraveramiz. Akmal aka, yaxshimisiz? Mezangiz yaxshimi? Hammalaringga bugungi kun xayrli bo'lsin. Obunachilar, bugungi videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, kanal yangi obuna bo'lib tursalaring, boshqa qo'ylarda bir partiya chiqadi o'zi. Soni 15 dona. Hammasi qisir sovdi. Boqaman deganlarga, qo'y qilaman deganlarga kastam variantlardan. Hozir ham bir boshdan qo'ylar ko'rsating endi. Mana obunachilar, qo'ylarimiz hammasi qisir Akmal aka. Boladan ajragan mana deyillarni ko'ramiz obunachilar. O'ta zo'rlarda ekan. Mana obunachilar. 100% qisiridan kerak boqaman, yo'qsa qo'chqor qo'shaman degan hollarimiz uchun chiroyli variantdan ekan. Narxini ham go'zal qilib berasiz-a. Obunachilar, endi buni bir partiya deganimiz sababi kun kech o'lyapti. Ular sekin obzorni qilib allaqancha kechib ketadi. Hali telefon aloqaga chiqsam qo'chqorlarimiz bor qo'ramizda, hali qo'ylarimiz ko'proq. Yaxshisidan boqaman deganlar uchun yaxshisidan chiqarildi obunachilar. Sekin ko'rib mehnatimizni qadrlab like bosib turamiz. Bularni yeb ichish qanaqa Akmal aka? Yeb ichishlari o'ta a'lo darajada, bir haftagacha sinovi bor. Sinovi bor bir haftagacha. Bir haftagacha o'ylanmasdan yeb ichishga yo'talsa garantiyalari bor. Xudo xolasa qo'ylarimiz yeb ichishlari o'ta zo'r. Mana obunachilar. Ko'rsatib qo'ying. O'ta zo'r ekan. Aloqaga chiqamiz, shoshilamiz obunachilar. Tavsiya etaman shunaqa qo'ylarni boqsalaring, deb maza qilib boqadigan joy-da bu. O'ta zo'r katta bo'lib ketadigan narsalar. Qo'ylarni ham suyagi. Qo'ylarni qarang. Yaxshi narsa, o'ta zo'r narsalar obunachilar. Aloqaga chiqamiz. Xo'p, Akmal aka bularni ma'lumotlarini beringiz. Bo'yi necha bulardi? 80 pilisga olishaveradi. Hammasini 80 pilisga olishaveradi. Tamam, obunachilar. 80 pilisga ketaveradi hammasi. Mana. Yoshchi bularni Akmal aka? Yoshlari yosh. Yoshlari 8 tishgacha. Hammasiniki 4 dan 8 tishgacha bor. 4 tish, 6 tish, 8 tish. Tishi yo'g'i yo'q. Hammasiniki bor. Hammasiniki bor. Agar tishi yo'g'i bo'lsa bonusga ketaveradi. Bonusga ketaveradi mana obunachilar. Haqiqiy erkak gap bo'ldi, juda chiroyli narx ham bo'ldi. Xo'p, bularni narxini chiroyli qilib beraman deb yoritib beraman dedingiz. Narxi go'zal bo'ladi. Narxini xo'p endi portlatasiz narxini Akmal ha? Bor-ku. Obuna bo'lib qo'ysa narx tushaveradi. Obuna bo'lib qo'ysa narx tushaveradi. Xo'p, obunachilar Qodirxon uzdaman deysa bo'ldi. Tamam, ish bitadi-ya. Bitadi. Sotiladi. Olishadi, shunaqangi zo'r baraka topishadiki, ularning barra qo'ya olishyapti-yu, barra. Barraning narxida, barradan tez o'zgaradi. Ishonishmasa, ikkita barra olsin. Ikkita mana bu qo'ydan olsin, qaysi biri tez o'zgarishini keyin ichishadi. Tamam, obunachilar. Baraka topib, duo qilib, rahmat Akmalxon, otangga rahmat deysa, bo'ldi, tamom. Akmalxon aka, qilsa bo'ldi bizni. gapiradigan joyga keldi endi, tortishadigan joyi. Xo'p, bular narxini necha bilan berasiz? Bo'ladiganini gapiring, yaqin qilib ayting. Dangal gapiraymi? Dangal. 33 dan ketaveradi hamma. Voy, Akmalxon aka. Toshkentgacha. Akmalxon aka. Toshkentgacha. O'ylanmasdan. Toshkentgacha dastlabkasi 33 dan. 33 dan Toshkentgacha. Dangal gapirasiz, bunaqa bema'ni gap. Beraman. Ichki maytgan sotmagan. To'g'ri, o'tib berasiz Akmalxon aka. Necha pulda o'tib berasiz? Shuyda gapirib qo'yaylik o'zidan. Gapirib qo'yaylik. Bo'ldinda savdolashayotganmiz, Qodirxon. Savdolashamiz, obunachilar uchun. O'tib beraman. Hamma. Voy, Akmalxon aka, 50 mingdan biz obunachilar, u 50 ming arzimasa shu narxdan chiqaraveraman agar mabodo. Qodirxon, o'ylar zo'r. Uyaltirib qo'ymaydi. Qo'ralarga borishadi, pul sana berishadi. Bo'ldi bering. Buni qo'ylarga 100 mingni o'taman, 1 million 500 ming so'm hammasiga. 1 million 500 ming o'tdim. 100 mingni 15 ta qo'ygan. 15 daqiqaga 1 million 500 ming. Ha. 32 dan to'g'ri keladi. 32 dan. Akmalxon aka, bitta gap aytaman. Siqsa 3 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi.
Ayyo. Voy Akmalxon aka, siz dangal tushasiz. Hozir siz nima o'yladingiz? Bizga dastavkasi ham bor hozir, ha? Dastlabkasi bor, to'g'ri. Agar dastavkasini o'zim qilib olaman desa ketaveradi. Voy Akmalxon aka. Dastavkasini o'zim qilib olaman desa Yo'q. ketaveradi. O'zingiz qilib berasiz dastlabkasini. 3 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi. Ayyo, undan to'g'ri kelmaydi. Qo'ylar yaxshi, qo'ylarni ham ko'rsatingchi. Qo'ylar zo'r qo'ylarni ko'rsatdim Akmalxon aka. Bo'ldi. Dangal. Dangal emas, meniki ham emas. Siz 100 mingdan qo'shasiz, men 100 mingdan o'taman yana. 3 million 100 dan mana. 3 million 100 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi. Toshkentgacha. Toshkentgacha. Undan yog'i kelishiga holda. Undan yo'q bitta ikkita olaman degangachi. 100 ming 200 mingdan qo'shilib qoladi. Tamam obunachilar, barakasini bersin. Aloqaga chiqaveramiz. 3 million 100 ming so'mdan ketdi mana. Toshkentgacha dastlabkasi u yog'i kelishilgan holda kanalimizga o'rtasidan bo'lib olam 3 million 100 ming so'mdan Toshkentgacha ketdi mana. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Arzimas like bosib, obunachilar aloqaga chiqaveramiz. Nomerni nima qilamiz? Ekranda qoldiramizmi, aytib o'tib ketamizmi? Ekranda qoldiramiz. 24 soat o'ylanmasdan aloqaga chiqarishadi. Kecha 24 soat. Tamam obunachilar. Uchuqurun birda ham ishlaradi nomerlar. Otangga rahmat deb kommentariyaga yozib ketasizlar. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Bugunga shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.